Mini kultivatsiya apparat so'ragan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konlarimizga yangi partiyada kirib kelgan mini kultivatsiya apparatimizni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narxlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Bu mini kultivatsiya apparatlarda olishlikda adashmanglar akalar. Hozirgi kunda bu mini kultivatsiya apparatlarda har xil brendlar bilan olib kirilyapti va sotuvchilar aytmayapti, hech qaysi biri reduktorlarini katta kichikligida farqi bor deb aytilmayapti. Bu mini kultivatsiya apparatlarda hozirgi kunda 3 va 5 kuchli variantlari sotuvda bor. Hamma joyda sotilayotgan mini kultivatsiya apparatlarda yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shu turdagi o't o'radigan kasilka apparatlarda motoridan qo'yilgan variantlari ham bor. Lekin bu narsani sotuvchilar mana shu motorda abaroti mana shu joyda yozilgan nakinetkasiga qarab turib 7800, 10000, 15000 abarot deb sotilyapti. Bu hammasi yolg'on. Hozirgi kunda bu mini kultivatsiya apparatlarda bizning do'konlarimizdan kelib, Belarus firmasidan e'tibor berishlaringiz mumkin. Oddiy o't o'radigan kasilkani motorli variantlari ham bor. Undan tashqari e'tibor berishlaringiz mumkin, boshqa firmalardan ham assortimentlari bor. Va undan tashqari e'tibor beringlar, har bir motoblogimizda 350 talik Belarus firmasiniki, 450 talik Belarus firmasiniki va 450 talik korobkalari usulinni qilib ishlangan variantdagi bu mini kultivatsiya apparatimizni hozir bizga yangi partiyalari yetib kelgani munosabati bilan sizlarga bularda qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari va ishlash jarayonlarigacha qo'yib ko'rsatib beramiz. Agarda mana shunday mini kultivatsiya apparat qidirib yurgan bo'lsangiz, videoni oxirigacha kuzatib boring. Sizni sotuvchi ham aldab sota olmaydi endi bundan keyin. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatlar o'zi nima ishlar qiladi deb so'ragan akalarimiz uchun bu mini kultivatsiya apparatlarimiz hozirgi kunda agatlarning orasini chopiq qilishlikda 3 sotik, 5 sotik, 10 sotikgacha bo'lgan yer maydonlarda yerlarni haydab agatlarni olish uchun mo'ljallangan mini kultivator hisoblanadi. Motobloklarda ichida eng kichik modeli mana shular bo'ladi akalar. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatlarda bitta sizlar bilan oldin ishlash jarayonini ko'rib chiqaylik. Keyin yana ham to'liqroq ma'lumotini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Bo'lmasa akalar, bitta sizlar bilan bu mini kultivatsiya apparatimizni ishlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Videomizni boshladik. Olib keldik. Dalalarida mana akalar ishlatib tekshirib beryapmiz. Chopib kelayotgan joyiga ahamiyat beriladi, juda ham yaxshi qimda mayin qilib kelyapti. Yengilligi akalar. Mana akalar ishlash jarayonlarini ko'rib oldlaring. Og'irliklariga e'tibor berasizlar. Yengilgina 26 kilogramlik qilib ishlangan, 18 kilogramlik, 15 kilogramlik har xil turdagi mini kultivatsiya apparatlar sotuvda bor. Hozirgi kunda bu mini kultivatsiya apparatlarda videoni boshida aytib o'tganimdek sotib olishda mana shunday o't o'radigan kasilkalarning motorligida hech qanaqasiga sotib olmanglar akalar. Bundan keyingi mana shunday o't o'radigan kasilkalarni motori bilan sotib oladigan bo'lsangiz, reduktorlari mana bularga o'ziga mos qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Bu mini kultivator apparatlarda esa reduktorlari kattaroq, frezali varianti hisoblanadi. Shuning uchun motorni aboroti hech qanaqasiga yetib bormaydi. Yerni ichida sizni anchagacha sizni ishdan qoldiradi va buzilish tomonlama, zapchasi tomonlama qiynab yuboradi. Shuning uchun bu mini kultivatsiya apparatlarni olishda iloji boricha tajribasi bor. Anchadan beri mana shu sotuvning ichida mana shu har xil turdagi mini kultivatorlarga garantiya berib sotilayotgan joylardan sotib olishlaringizni tavsiya beramiz. Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, birinchi navbatda sotuvchidan so'rab oling. Bu mini kultivator apparati reduktori necha yuztalik va garantiyasi bormi? Qanaqa joylariga garantiyalar beriladi? Shu narsalarni sotuvchidan so'rab oling. Xo'p, bu mini kultivatsiya apparatimizni sizlarga qisqacha ma'lumotini tanishtirib ketadigan bo'lsak, birinchida turgan modelimiz o't o'radigan kasilka apparatda motoridan qo'yilgan varianti. Bu apparatimiz Belarus firmasiga tegishli bo'ladi. Hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz so'rayotgan Rossiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan modeldagi variantlaridan ko'rsatgan degan akalarimiz uchun bugun sizlarga har xil modeldagi mini kultivatorlarimizni qisqacha ma'lumotlarni tanishtirib ketamiz.
Xo'p, bu mini kultivator apparatimizni boshqa mini kultivatorlardan farqi motori oddiy kasilka motor bo'ladi. Lekin kasilka motor bo'lishiga qaramasdan bu joyda 7800 10000 оборот yozilgan bo'ladi, lekin bularda haqiqiy обороти 3000 оборотli varianti bo'ladi. 44 ga 5 katta motorli varianti bo'ladi. Bularda hozirgi kunda benzinaga avtol qo'shiladigan varianti faqatgina reduktorlari kichikroq model 150 talik kichkina reduktorli varianti. Xo'p, bu mini kultivator apparatimizda ham bemalol mana shunday temir g'ildiraklarni qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Agarda frezalarni qo'yadigan bo'lsangiz, bir qatordan ikki qator freza qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, buni ot kuchi kamligini hisobiga 3 ot kuchli variant hisoblanadi. Bularda yurgizish sistemasi zavodni orqali yarimta tortmada yuradi. Litriga 35 gramdan 40 gramgacha avtol qo'shib ishlatasiz. Bularimiz og'irliklari 14 kilogram qilib ishlangan bo'ladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Anchagina yengil. Lekin bularni kattaroq yeri bor akalarimizga tavsiya bermaymiz. Iloji boricha parnilarning ichiga kichikroq yer maydoni bor akalarimiz uchun, shaharlarda yashaydigan akalarimiz olib foydalanishlaringiz mumkin. Faqatgina iloji boricha 3 ot kuchli variantini olishda ham reduktorlariga va sifatlariga ahamiyat berib olinglar. Bularimizni hozirgi paytda narx-navolari atiga 1.200.000 so'mdan beryapmiz. Bularimizni xohlaganlar uchun bir qatordan ikki qatorli freza qo'yib beramiz, xohlaganlar uchun mana shu holatda tayyorlab beramiz. Xo'p, agarda sizga 3 ot kuchli variant qiziq bo'lmaydigan bo'lsa, 5 ot kuchli variantidan o'sha atrofda mana shu turdagi brendlar bilan chiqarilayotgan modeli, reduktorlari 250 talik reduktorlar bilan jihozlangan bu mini kultivator apparatimizning og'irliklari 16 kilogram bo'ladi. Bu 16 kilogramli bu mini kultivator apparatimiz agatlarning orasiga ishlov berish uchun mo'ljallangan. Bularda ham yurgizish joylari zavodni orqali vozdukhlari tepaga qo'yib ishlangan bo'ladi. Motorlari 40 ga 5 motor bo'ladi. Akalar, shu joylarga ham ahamiyat beringlar. Bularning ichida o'zi 2 xil motor bo'ladi xolos. 40 ga 5, 44 ga 5. Bulari 40 ga 5 model motorlar bilan jihozlangan. Reduktorlari 250 talik. Komplektiga o'zini mana shunday frezalari kulishlarigacha qo'shib beriladi. Bular bez garantiya chiqadi. Bularimizni narx-navolari hozirgi kunda 1.500.000 so'mdan boshlab reduktorlarni katta kichikligiga qarab 350, 450 talik markali variantlari bor. 44 ga 5 motorli variantlari ham bor. Narxlari 2.600.000 so'mgacha chiqadi. Xo'p, agarda sizga bu turdagi hech kim tanimaydigan firmalar emas, haqiqiy original mini kultivatorlar kerak bo'lsa, Belarus firmasidan 350 450 talik variantdagi mini kultivatorlarimizdan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularda motorini обороти ham 44 ga 5 motor bo'ladi, katta motordan bo'ladi. Reduktorlarini aytib o'tganimdek 350 talik reduktor. Bularga qo'shimcha yana frezalarni ulaman foydalanishlaringiz mumkin. Bularni yurgizishlari zavodni orqali, bundan tashqari karburatorlari ham ekonomik karburatorlardan qo'yilgan. Oddiyroq mini kultivatorlar soatiga 200-250 gramgacha rasxod qilsa, bular 100-150 gramgacha benzin rasxod qiladi. Xo'p, bu mini kultivatorimizda ham ishlash prinsipi zavodni orqali yuradi. Gaz knopkani qo'shadigan bo'lsangiz ishlaydi, qaytaradigan bo'lsangiz avtomatik to'xtaydi. Bularga 1 oydan 2 oygacha garantiya qilib beramiz 350 talik korobkali variantlariga. Bularni hozirgi kunda aytib o'tganimda 350 talik 450 talik korobkali variantlari bor. Bularımizga ham benziniga avtol qo'shiladi. Litriga 40-45 gramgacha avtol qo'shib ishlatish kerak bo'ladi. Xo'p, bu Belarus firmasiga tegishli 350 va 450 talik korobkali variantlarini narx-navolari hozirgi kunda 2.600.000 so'mga 2.800.000 so'm bo'lib turibdi akalar. Aytib o'tilgan narxlardan albatta kamroq kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Agarda sizga Belarus firmasiga tegishli mini kultivator apparatda benzinaga avtol qo'shilmaydigan variant kerak bo'lsa ham, benzinaga avtol qo'shilmaydigan variantlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Bularda rollari ozgincha uzunroq bo'ladi. Yurgizish joylari bularda ham zavodni orqali yuradi va reduktorlari bularda ham 450 talik katta reduktorli varianti bo'ladi. Xo'p, bularga kartiriga addenni 250 gram yog' qo'yib ishlatish kerak bo'ladi akalar. Bularda hozirgi kunda 20-50 sotigacha yer maydoni bor akalarimiz uchun agatlarning orasiga kultivatsiya qilishlik uchun bemalol olib foydalanishlaringiz mumkin. Bu mini kultivator apparatimizda ham soatiga 100 gramdan 150-200 gramgacha benzin rasxod qiladi. Bularimizni hozirgi paytda imminni mana shunday modellarini
benzinaga avto qo'shilmaydigan modellarni ham har xil assortimenti bor. Narx-navolari bularda ham 250-350 talik korobkali variantlari ham bor, 450 talik korobkali varianti ham bor. Bularimizni narxi eng arzon modellari 2.600.000 so'mdan boshlab 3.300.000 so'mgacha chiqadi. Bu ko'rib turgan mini kultivatsiya apparatlaringizni olishlikda videoni boshida aytib o'tganimdek, qayerdan sotib olishingizdan qat'iy nazar iloji boricha sotuvchidan so'rab oling. Firmasiga akalar, mana shu Belarus firmasidan oladigan bo'lsalaringiz, original modelni olayotgan bo'lasiz, faqatgina shu joyda o'zida ham reduktorlarini ham bir yo'la yaxshiroq variantdan olishlaringizni tavsiya beramiz. Allanib qolmanglar akalar, atrofda mana shunday o'zini naknetkasiga 7800, 8000, 8500, 10.000 gacha deb yozib qo'yilyapti, lekin bu narsa umuman yolg'on. Bunaqa aborotli narsalar yo'q. Sizlarga hozir ko'rsatayotgan modellarimizda 1200 aborotdan boshlab 3500 aborotgacha bo'lgan modellarni ko'rsatishga harakat qilyapmiz akalar. Kimga mana shu turdagi mini kultivatsiya apparatlar va boshqa turdagi texnikalar zarur bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapmiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yana ham to'liqroq, batafsilroq ma'lumot beramiz. Original mahsulotlar va sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, ekranga nomer qoldirdik, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agroservis do'koni. Video foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, videolarga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.